Jigarni sog'lom saqlash uchun eng muhim 5 ta odat. Eng ko'p bo'ladigan muammo jigarda yog' yig'ilishi. Shuning uchun me'yorda ovqatlanish va jismoniy tarbiya. Ikkinchi, o't qopi yaxshi ishlashi uchun kuniga 4-5 marta oz-oz ovqatlanish va ovqat yegandan keyin yoki ovqatdan oldin ham qo'lni ko'tarib mashq qilish bu safro ajralishini yaxshilaydi. Uchinchisi, jigar sirroziga olib keladigan ko'p holat bu virusli gepatit B, C va D hisoblanadi. Buni oldini olish imkoniyati bor. Gepatit B ga qarshi emlanish kerak. Tekshirtirib emlanish kerak. To'rtinchisi, yetarli miqdorda suv ichish kerak. Jigar 500 tadan ortiq funksiya bajaradi. 1 sekund ichida 400 trillion reaksiya kechadi. Har bitta reaksiya uchun suv kerak. Suvni kam ichiladigan bo'lsa, jigar ishlashi qiyinlashadi. Va albatta safro ham 90%, 95%, jigar ichidagi safro 99% suvdan iborat. Suv kam ichilsa, jigar faoliyati sustlashadi. Va to'g'ri ovqatlanish. Fast foodlar, yog'li ovqatlar, ko'p konservantlar, notabiiy moddalardan ehtiyot bo'lish kerak. Jigar uchun eng foydali 5 ta mahsulot bu oqsil. Oqsildan bizning jigarimiz albumin ishlab chiqaradi. Ikkinchisi suv albatta. Uchinchisi safro haydaydigan moddalar, lekin uni ham ko'p ichish kerak emas. To'rtinchisi foydali yog'lar. Beshinchisi kofe. Hattoki Yevropa mamlakatlarida shifokorga jigar tekshirishga shifokorga borganda shifokor parhez yozib berishi mumkin va albatta kuniga 2 ta, 3 ta finjon kofe buyuradi. Qora kofe 3 в 1 emas, shakarsiz, tabiiy qora kofe. Qaysi qon tahlillari jigar haqida eng muhim ma'lumotni beradi? Asosiy tahlillar bu ALT, AST va bilirubin fermentlari, lekin ular o'tkir jarayonni ko'rsatadi. Agar bemorda yashirin davr bo'ladigan bo'lsa yoki chuqur o'zgarishlar hali rivojlanmagan bo'lsa, u ko'rsatkichlar me'yorda bo'lishi mumkin. Jigar to'liq yaxshi ishlayotganini bilish uchun qo'shimcha analizlar bor. Ishqoriy fosfataza, gamma glutaminil transpeptidaza tekshiramiz. Yana albatta umumiy qon tahlilida biz ham jigarda bo'layotgan o'zgarishini ham ko'rishimiz mumkin. Trombositlar miqdori kamaygan, bu jigardagi muammo borligini ham ko'rsatadi. Agar sizda ham jigar haqida qiziqtiradigan savollar bo'lsa, izohlarda yozsangiz bo'ladi.